Ko'p o'qiysiz, ammo hammasini unutasiz. Yoqimsiz, to'g'rimi? Menda bunga yechim bor. Bu oson usul 3 bosqichda sizning o'rganish tezligingizni 500 marta oshiradi. Birinchi bosqich. Burningizdan 31 marta chuqur nafas oling. Oxirgi nafasingizni 15 sekund ushlab turing. Bum. Miyangiz chempionlardek ishlashga tayyor. Ikkinchi bosqich. Xonadan biror nima tanlang. Kitob yoki chashka. Unga 30 sekund kiprik qoqmasdan tikilib turing. Bu diqqatni kuchaytiradi. 3 bosqich. Har 5 dan 10 daqiqada 15 sekundga to'xtang. O'ylamang, hech narsa qilmang. Miyangiz bu vaqtni o'rganganlaringizni o'zlashtirishga sarflaydi. Endi diqqat bilan eshiting. Bizni boshqa ko'rmasligingiz mumkin. Bilimli loyihasiga qo'shiling va kuchli bo'ling. 5 kun ichida atigi 297 ming so'm evaziga dublyaj aktyorlarnikidek ta'sirli va chiroyli ovozga ega bo'lishni istasangiz, izohlarda ovoz so'zini yozib qoldiring. Men sizga 5 kunlik mini kursga ro'yxatdan o'tish uchun havola yuboraman.